Tömöriyler imperiyasidagi tonilgan siyosiyon G'iyosiddin Baxshi. Chag'atay xonligidan keyin qurilgan Tömöriylar davlatini qudrat topqizish va 133 yil putrab turishida Uyg'urlarning jasur va istedodli kishilarining to'hpalari zo'r bo'lgan. Uyg'urlarning G'arbiy Turkistonda qurilgan davlatlarda bundaq rol o'ynashi va yangi davlat qurishdagi to'hpakor millatga aylanishi toki o'tgan asrning boshlaridagi O'zbekiston nomida bir ittifoqdosh jumhuriyat qurishgacha izchil davom qildi. Tömöriylar imperiyasida yuqori amal mansab tutgan va yuksak siyosiy va diniy nopuz qozongan Uyg'urlarning ichida qalamda va alamda tangli yetishgan eng klassik va sofistik Uyg'ur shoiri va siyosat piri Mir Alisher Navoiyning otasi G'iyosiddin Baxshi bor edi. G'iyosiddin Kichik Baxshi milodiya 14-asrning oxirlari Sharqiy Turkiston tavasida dunyoga kelgan. G'iyosiddin Kichik Oxun aslida Idiqut Uyg'ur elidagi bir o'rda putukchisi oilasida dunyoga kelgan. To'g'liq Tömörxonning da'vati bilan Idiqutdan poytaxt Olmaliq shahriga ko'chib kelgan va musulmon bo'lgan. G'iyosiddin garchi Olmaliqda dunyoga kelgan bo'lsa-mu, lekin jamoat laqimi bo'lgan Baxshi laqimi uningga familiya bo'lib qolgan. Keyincha shu chog'dagi cho'ng vaziyatning taqozosi bo'yicha Ili va Yetsu vodisidan Anjon, Buxoro, Samarqand, hatto Xorason va Iroqlarga ko'chishga majbur bo'lgan. G'iyosiddin Baxshi Amir Temur vafot bo'lguncha Anjon va Buxorolar orasida tirikchilik qilgan. Amir Temur 1405-yili 2-oyning 18-kuni Xitoyga yurish qilish yo'lida tuyuqsiz vafot bo'lgandan keyin G'iyosiddinning siyosiy sahnaga chiqish fursati kelgan. Chunki Amir Temurning manfaatparvar va tinchlikparvar o'g'li Shahrux Mirza taxt talishishdan boshqaga yaramaydigan har qaysi xonzoda va amirlarni mag'lub qilib, bir butun imperiyaning eng kuchlik va nopozliq hukmroniga aylanganda tezdan jiddiy tadbirlarni qo'llanib, o'z saltanatini va hokimiyatini puxtalash uchun har qaysi yurtlarda sarson bo'lib yurgan nurg'un Uyg'ur mashhurlarini yangi poytaxti Iroqqa taklif qilib, e'tiborlab ishga qo'ygan. G'iyosiddin Baxshi ana shu favqulodda sharoitda o'tirg'i chiqib, Tömöriylar imperiyasida mangulik nom qoldira olgan oz sondagi siyosatchi va jamoat arbobi edi. Shahrux Mirza G'iyosiddinni Anjondan Heratga chaqirtib, qisqa muddatda uning talantini ko'rib yetib, uni davlatning bosh daftardori va muhrdori qilib tayinlagan. G'iyosiddin Baxshi Shahrux Mirza o'g'li Mirza Muhammadning 60 ming kishilik qo'shini tarkibida 3-qitimliq Ozarbayjon va Anatoliya yurishiga faol ishtirok qilib, isyonchi qaraqo'ychilarni chiqim tortmayla taslim qildirishga to'hfa qo'shgan. Shahrux Mirza G'iyosiddinning siyosat ishida mahirligi va bo'ytoq ekanligini ko'zda tutib, orzuliq o'g'li Mirza Ulug'bekning ikki amroq singlisi Maryam Sulton va Saodat Sultonning birini uningga yotliq qilib, uni kuyovul qilib olishni ko'ngliga pukkan bo'lsa-mu, lekin hushyor va jiroqni ko'rar Bahodir G'iyosiddin Baxshi Amir Temurning avlodlari orasidagi taxt talashish qirg'inchiligini ko'rgan bo'lg'ashqa farzandlarining yomon oqibatga qilishini xohlamay, Shahrux Mirzoning sodiq odamlaridan Abu Said Chechak Bahodir otliq baglar begining qizini amriga olgan va bu xil chora bilan hukmdorni ranjitib qo'yishdan saqlangan va o'zining farzandlarining kelajakdagi siyosiy va shaxsiy bexatarligiga kapolat qilishni ko'ngliga pukkan. Keyincha bulardan ashu davrning eng ko'zga ko'ringan yegani siyosiyoni va yetuk shoiri Nizomiddin Alisher Navoiy dunyoga kelgan. Milodiya 1434-yili 11-oydan 1436-yili 10-oygacha davom qilgan g'arbga yurish qilish urushlari G'iyosiddin Baxshining xonliqdagi nopozini oshirdi. Shuningdan keyin u toki Shahrux Mirza vafot bo'lguncha Herat shahrida vazifa o'tadi. Shahrux Mirzoning yenidagi 20 yilga yaqin siyosiy hayoti jarayonida
u G'iyosiddin ya'ni dinni qutquzg'ichi va kichik bahodir degandek hurmat va harbiy martaba nomlariga erishgan. Afsuski, Shohrux Mirzo 1447-yili 13-martda Ray shahrida vafot bo'lgan. Buning bilan G'iyosiddin Baxshi oila bo'yicha Jiroqdagi tinch yurt Iroqqa ko'chib ketishga sabab bo'lgan. Ular Iroqqa berish yo'lida Ironning o'tir qismidagi Yazdi degan yerda to'xtab, ayni davrning buyuk allomasi va eng nopozliq tarixchisi Sharafiddin Ali Yazdi hazratlarining yanida bir mezgil turib qolgan. Bu mezgilda Saidxonning bovisi Yunusxon Xon Shohrux Mirzoning qo'llashi bilan Hazratning huzurida ta'lim ilayotgani 10 yil bo'lgan edi. G'iyosiddin Baxshining yo'qlab kelishi Hazratni xo'sh qilib etgan. Chunki buyuk Hazrat bu chaqda o'zining 1436-yili tamomlangan Zafarnoma nomli donliq tarixiy asrining muhim mazmunlarini to'liqlayotgan bo'lg'ashqa, eng qadimgi Uyg'ur xalqonlari va Uyg'ur davlatlari haqidagi manbalarni to'plashda qiynalgan edi. G'iyosiddin Baxshi buni anglab, uzundan beri yenida e'tiborlab saqlab kelgan bebaho tarixiy asri Xonlarim tarixi nomli asrini mazkur buyuk hazratga taqdim qilgan. Uningdan boshqa u poytaxt Hirot shahrida barcha diniy ishlarga riyosatchilik qilib kelayotgan Alloma Sayyiduddin Koshig'ari hazratni alohida taklif qilib, Zafarnoma nomli asarning mazmunini yanada to'liqlashga tuhfa qo'shgan. Chunki Sayyiduddin ibn Zayniddin al-Koshig'ari Qorxonilar xon jamoatining pushti bo'lib, uning qo'lida Qorxonilarning tarixi va xonlar nasab shajarasi bek mukammal va to'liq saqlangan edi. Shu chaqdagi tarixiy uchrashishni Alisher Navoiy o'zining Majalisun Nafais nomli asrida qalamga olgan. G'iyosiddin Baxshi Yazidda qisqa mezgil turgandan keyin o'g'li Alisherni Bag'dod shahridagi oliy bilim yurtida o'qitish uchun yo'l oldi. 1452-yili Xorason va Mavaraun Nahirning vaziyati asosan yaxshilangandan keyin Sayyiduddin al-Koshig'ari ularni Iroqdan Hirotga da'vat qilib akelgan. Shu chaqdagi Xorason hukmdori Obul Qosim Bobur Mirzo G'iyosiddin Baxshi va Alisher Navoiyni himoyasiga elib ordida xizmatga qo'ygan. Tömöriylar sulolasi uchun buyuk töhfalarni qo'shgan talantli siyosiyon G'iyosiddin Kichik Oxun Baxshi 1453-yili Hirotda vafot bo'lgan.